18 yoshdan 50 yoshgacha ish qidirib yurgan erkak, ayol, даже oilavilar uchun ham komnata qilib beradigan ish qidirib yurganlar mana o'sha ishni topdinglar. Bizda tushunganidek ish bor. 18 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan erkak, ayol, semenni para hammani ishga qabul qiladi. Yotoq, registratsiya, borib kelish, forma, mutlaqo tekin. Ish bezabyom desangiz, bezabyom, avyomga desangiz, avyomga. Minimum oyligi oddiy gruzchinik ham 3500-105000 rubl oylik degani. Tushunasizlar? Oddiy gruzchik ham 1200-1100 dollar olyapti. Albatta videomiz manfaatli bo'lishi uchun, musofirda ish qidirib yurgan aka-opa singillarimizga yetib borish uchun videoga albatta bitta like bosing. Bosdingizmi? Endi kommentda omad Zuhriddin deb yozib qoldiring. Inshaalloh Xudo xolasa bundan-da zo'r ishdan chiqarsa davom etamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring va pastda chiqadigan nomerlarga sirrochni aloqaga chiqinglar. Demak biz boshladik. Moskva, Moskovskiy oblasti hamda Sankt-Peterburgda yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga, kimga ishonchli va bazada turadigan registratsiya, trudodogor, uydimleniya, snils, NN, deport zapret tekshirish va nima uchun deport bo'lgansiz, qachon deportingiz ochiladi, mana shu ma'lumotlar hamda dokument xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, 10 yil ish stajiga ega Avaz akamizga tavsiya beramiz. Quyidagi ekranda nomerlari turibdi. WhatsApp orqali bemalol aloqaga chiqinglar va o'z ishingizni mana shu Avaz akamiz orqali bemalol har doim bitirishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum. Zuhriddin musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kech deb qolamiz. Mana bugun 6-noyabr 2025-yil. Bugun bizda yangi ish vakansiyasi Bristol skalati nomi Moskovskiy oblast gorod Pushkinadan keldi. Mana shu Bristol skalatida erkak ayollarni ishga taklif etyapti. Erkaklar gruzchiklik smenasi birinchisi 3500 bezabyom, yotoq, registratsiya, borib kelish, forma tekin 105000 rubl oylik. Gruzchik hamma biladi nima ish qilishini. 18 yoshdan 50 yoshgacha. Xo'p, ikkinchi vakansiyamiz kompletoshik, ham erkak ham ayollar. Kompletoshik minimum 3700 smenasi kuniga. Agar optingiz oshib tezroq ishlaydigan bo'lsangiz, shunchaki 4,5 rublgacha qo'shib berishadi. Ya'ni 3800, 3900, 4000, 4500 gacha kuniga shunchaki to'lashadi. Ishingizga qarab, minimum aytib o'tdim 3700. Xo'p, undan tashqari 3-vakansiyamiz faqat ayollarga markirovshik, ya'ni stiker yopishtiradiganlar. Faqat ayollar bu yerga. Ayollarga smenasi 3500-3700 smena. Bu yerda ham 2 hafta ishlaysiz, markirovshisi 3500 dan beradi. Agar yaxshi ishlasangiz, 2-haftadan keyin o'sha sizga 3700 to'lanadi. Oyliklari bir oyda 2 marta, har hafta avans bor. Muammosi yo'q. Xo'p, bu ruskiy firma, pulga aldamaydi. Rus tilida ozmuncha muloqot qilish kerak. Mana ekranda nomerga bemalol telefon qilasizlar, faqat ruscha gaplashinglar. Ismi Olga, rus firma aytib o'tyapman. Yana nima aytish kerak? Patent o'zingizlar to'laysizlar, pitaniya o'zingizlardan. Yotoq, registratsiya, borib kelish, forma tekin, hop, smenalik, bezabyom, xohlagan odam abyomga chiqib ketsa ham ularga farqi yo'q. Kuniga 7000 rublgacha ishlab topsangiz ham ularga umuman farqi yo'q. Xo'p, yana nima? Hamma narsani menimcha aytib o'tdim. Mana qo'limdan kelgancha to'liq ma'lumot berib o'tdim. Gruzchik nima ish qilishini biladi, kompletoshik tezda yordamida tovar yig'adi, markirovshik marker o'sha stiker yopishtiradi. Bo'ldi. 18 dan 50 yoshgacha ruslar oz bo'lsa-da xabari bor. Aynan Moskva yoki oblast patenti bor erkak ayollarni ishga qabul qiladi. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan kelsa bo'lmaydi. Faqat hozirgi kunda aynan Rossiyada qo'lida Moskva yoki oblast patenti bor erkak ayollarga ruslar ozgina xabari bo'lish kerak. Tushundinglar? Dokumentlar bo'lmasa ham yoki 55-60 yoshdagilar ham telefon qilib qiynamanglar bularni. Agar men aytib qo'yay bitta sirri, agar yaxshi ishlaydigan bo'lsangiz, skalatda ishlash optingiz bo'lsa, 50 emas, 55 yoshgacha telefon qilavering. 55 yoshgacha ham oladi. Aytasiz telefon qilib, "Men cho'tki ishlayman" desangiz, "Mayli, men nomdan chiqib oladi." 55 yoshgacha. Faqat buni aytmanglar. Yaxshi ishlayman degan odamlarga 55 yoshgacha bemalol ishga qabul qilaverar ekan. Buni kichkina sir qilib aytib o'tdim sizlarga. Qolgan ma'lumotlar mana ekranda nomer turibdi. Ish beruvchiga o'ziga telefon qilib, men gapirgan gaplarni oddiyda so'rab olinglar. Zuhriddin shunaqa hamma narsa bepul dedi, smenalik dedi, shu rostmi deb men gapirgan hamma narsani bitta-bitta so'rab olinglar. Ertaga tilinglar uzun bo'ladi. Xo'p, mana shunaqa bugunga yangiliklarda albatta bunaqa yaxshi ishlar o'tkazib bormaslik uchun nima qilish kerak deydigan bo'lsanglar, kanalga obuna bo'lish kerak va qo'ng'iroq tugmasini bossanglar, birinchi bo'lib mana shunaqa ishlar aynan sizga bu yetib boradi.
Albatta, Telegram kanalimiz ham bor. Albatta Telegram kanalimizga ham o'tib olinglar. Zuhriddin Musofir desanglar lotinchada chiqadi, yo bo'lmasam pastda kommentariyada birinchida zakripyonni turibdi. Albatta o'sha joyda Rossiyadagi eng noxush xabar va eng yaxshi xabarlar migrantlar uchun birinchi bo'lib Telegramda chiqadi. Albatta biz sizlarni Telegramda ham kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, sizlar bilan har doimdek Zuhriddin Musofir bo'ldi. Bizdagi xato kamchiliklarni ekrandagi ish beruvchini o'zi to'ldiradi degan umiddaman. Hammaga xayr, musofirda o'zinglarni ehtiyot qilinglar.